Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli o'tyaptimi? Xo'p, oldingi videomizni esingizda bo'lsa, men ko'ksartiroz bo'lgan edim. Ko'ksartiroz artrit 3-stepeniga qo'yilgan edi. Yura olmaydigan darajada yotib qolgan edim. O'sha videomizda ko'rsatdim. Mana shu mahsulotdan mana 4 banka yeb, men ancha o'zimga kelib, shu videoda ko'rgandinglar. Mana hozir shu bankani 7 taga chiqardim. Men rezultatni o'zingizlar ko'ringlar. Ishga tushib ketganman. Yaxshi. O'zimni haqiqatan ham zo'r his qilyapman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, shukr akadan. Orasida mana 3 bankalar asal ham yedim. Mana bunaqa yog'lari ham bor. Buni ham bir 3 tami bilmayman qancha, bir 4-inchisi bo'lsa kerak ichyapman. Yaxshiman, Allohga shukr, alhamdulillah. Mana ko'rib turganinglardek, mashina haydab yuribman, ishga chiqib ketganman. Uyda yotib qolgan, yura olmay qolgan odamning ahvoliga endi mani hozir ko'ringlar. Zo'rman, alhamdulillah.